Qirg'izistonda Oqbo'yra degan daryo bor. Menimcha O'shda Oqbo'yra degan daryo bor. O'sha yerda Mug'anniy degan shoir o'tganlar. Juda ham ko'p she'rlarni Muhammad Karim Soyipov olib ijro etganlar. Avvalambor assalomu alaykum. Endi solmasayapsizmi? Muxlislarga, aka-uka, yor birodar, do'stlarga. Oqbo'yra. Bu nima u? U tuyani bolasini Oqbo'yra deyiladi. O'sha haligi mahallalaridan chiqqanlarida shunda Oqbo'yra suvi oqadi. Sutga o'xshab shunaqa oppoq bo'lgani uchun haligi joyda Oqbo'yrani suvi tezroq oqib ketsin, o'sha yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Bizga visol eshiklarini ocha olmasdan derazadan giryon boqib ketsin deb o'shanda yozgan shunaqa. Oqbo'rani suv tezroq oqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Oqbo'rani suv tezroq oqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Bizga visol eshiklarni ocholmasdan o'rgilay, derazadan giryon boqib ketsin. Bizga visol eshiklarini ocholmasdan aylanay, derazadan giryon boqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin.